Assalomu alaykum hurmatli hamyurtlar. Demak, sizlar bilan Qiron Abduqodir Nizomov. Demak, Andijon viloyati Baliq tumani xalq ta'limi haqida gaplashamiz. Demak, bugungi hozir siz ko'rib turgan mana bu ekranda ko'rib turgan bog'changiz 12-bog'chani tomi bo'ladi. Demak, shifrlari juda ham yangi. Tashqi ko'rinishdan. Ichiga qaraganingizda esa ahvol mana bunday. Demak, insiderlardan kelgan ma'lumotimizga qaraganda 12-bog'chani tomi butunlay yangidan bo'lishi kerak bo'lgan. Ya'ni yangilashdan maqsad shifrlari eskirgan va yog'ochlari chirigan bo'lgan. Vaholanki, yog'ochlari o'sha o'zini holaticha qolib, faqatgina shifrlarini yangilagan xolos. Insiderlardan kelgan ma'lumotimizga qaraganda, Norin qurilish MCH tomonidan ishlar amalga oshirilgan. Shu darajada qilinganki, hattoki ayrimlari to'g'rilab o'ziga qo'rqorlik ham o'zi kerak degan ma'lumotlarni aytyapti. Lekin mana bu siz ekraningizda ko'rib turgan mana bu holat, demak, Baliq tumanidagi 12-bog'chani tom qismini qurilish ishlari amalga oshirilganligini ko'rsatyapti. Demak, tepasi yangi, ichi bo'lsa umuman eski. Demak, mana bu ekraningizda siz ko'rib turgan yog'och holati butkul chirib ketgan. Aynan o'sha ta'mirlashdan maqsad aynan mana shu yog'ochlari rekalarini umuman yangitadan qilish kerak bo'lgan, lekin afsuski Norin qurilish MCH buni umuman amalga oshirmagan. Bizni hayratda qoldirgani xalq ta'limi bo'limi tomonidan aynan mana shu qurilish ishlarini qabul qilib olganligida. Endi muhtaram azizlar, kuzatuvchilar, nima uchun xalq ta'limi tomonidan mana shunaqa xaltura qilib qilingan, bolalarimiz haqqiga xiyonat qilinishiga qaramasdan bu ishlarni qabul qilib olgan bo'lishligi mumkin. Nima deb o'ylaysizlar? Norin qurilish MCH bilan Baliq tuman xalq ta'limini mudirasi yoki bosh hisobchisi o'rtasida qanaqadir kelishuv bo'lishi mumkinmi? Ya'ni advokatlar bilan ishlayotgan bo'lishi mumkinmi? Bu haqda fikrlaringizni izohlar qismida qoldirasiz. Agar bizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmang. Bizni oldinda hali yana qiziq ma'lumotlar kutyapti. Sog' bo'linglar.